Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Kayfiyatlar yaxshimi? Ta'tildan so'ng sizlarni yuqori energiyada ko'rib turganimdan xursandman. Hozir sizlar bilan bitta obyektga boramiz va u yerda nimalar qilishimizni hozir borganda o'zingizlar ko'rasizlar. Xo'pmi? Mana shu obyektga keldik. Nima deb o'ylagandinglar? O'zi o'qishimdan nima foyda bor degan savol bo'ladi har bir insonda. Mana shu savolga bugun birgalikda javob topamiz, xo'p? Hamma tayyormi? Hozir sizlar uchun maxsus forma bor, shuni kiyib olamiz, keyin sekin ishga kirishamiz, xo'p? Kiyib yuring, boshingizga kiying. Oldin o'tkazib olinglar. Mehnatni ko'rgan bola qadriyatni his qiladi. Bu insonlar erta tongdan kechgacha ishlashadi, ammo ular ham orzu qilishgan. Ular ham bolaligida maktabga borishgan. Faqat hayot tanlovi boshqacha bo'lgan. Chunki o'qish imkoniyati hammaga ham nasib qilavermaydi. Hushyor bo'lmaysanmi? Voy, o'qisam bo'lar ekan-a. G'ishni ham sindirib qo'ydim. Yoqishni bilasanlar? Yoqilmayapti bu. Yoqilmasa kerak. O'qish og'ir emas. O'qimagan hayot og'ir. Bu issiq ichi qanaqa kirib chiqasizlar? Buni issiq tandirda baland olovda yoqadi, tandir qiziydi-da, keyin orqasidan nonni orqasi pishadi. Issiq bunichi. Qarab biz faqat yeb o'rgan ekanmiz-da. Yasab ko'rasizmi? Men harakat qilib ko'ray. Ana. Ana. Ya o'xshamay qoldi lekin. Chuqurroq to'latasizda, mana chuqurroq bo'ladi. O'rtasiga bosing. Ha, ana. Mana tandirning yonini yo'q bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi ular tayyorda uzib olamiz. Mana pishib chiqdi mana nonimiz. Ko'ringlar ishlatib. Issiq ekan. Shunday bo'lib pishib chiqadi nonimiz. Qani tatib ko'ringlar o'zingizlar pishirgan nonlarda. Qani? Issiq tandir yonida 1 soat tursang, o'qishdagi eng qiyin dars ham oson tuyuladi. Bu oziq-ovqat do'koni ko'rib turganinglardek, bitta xaltir polkalarga mahsulotlarni to'g'rilab terib chiqamiz, xo'p? Tayyormisizlar? Ha. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Mana hozir qurilishga bordinglar, mehnatini ko'rdinglar, non yopib ko'rdinglar masalan. O'qigan yaxshi ekanmi yoki og'ir mehnat yaxshimi? O'qigani yaxshi. Kelinglar, qani. Nima ish bor bolalarga? Mashg'ulot qo'yavering. Yo, aka, lakiningkasi unaqa qo'ymaysiz mana. Mana oldiga ko'rsatib qo'ying. Qo'yiling. Osonmas ekan u. Qo'lni tortdingmi? Hisoblas ekan-a. Aka, orqada piyoz bor-ku, o'sha mana shu yerga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Piyoz qatlaydi bolalar. Og'ir ekan. O'zim ko'tarardim buni. Deb ko'rsa bo'ladi. Bo'ladi, aka. Yaxshi chiqdi. Ha, bo'l cho'tki. Oson emas ekan-a? Bekor qilib ko'tarib oldingiz. Aka, do'konda ishlash yoqdimi hammalarga? Ha. Ha. Ishi osonmi yo qiyinmi? Qiyin ekan. Aka, o'shaning uchun o'qish kerak, aka. Ota-ona sizlarni deb o'sha bolam o'qisin deb astoydil mehnat qiladi. Ertaga kelajakda yaxshi bitta kasb hunarni o'rganib, bitta stolda xo'jayini bo'lib o'tirishinglarni xohlaydi ota-ona ham. Bolalar qanaqa ekan mashaqqatli? Og'ir. Qiynaldinglar, rostini aytinglar. Biz boshida o'yladik, aylanishganmi yo boshqa qolib ketasizlar deb o'yladik. Xullas, bu bunaqa ishlar qilishimizdan maqsad o'qish kerak. Ko'ryapsizlar, og'ir mehnat bilan charchab qolyapsizlar. Ya'ni kimdir qiynalib qoldi, kimdir g'ishtni tushirib yubordi. Masalan, sizlarning ota-onanglar
o'zini orzusidan kechib, og'ir mehnat qilib pul topib beryapti, balki sizlar o'qib kattaroq lavozimda ishlashinglar uchun, ilmli inson bo'lishinglar uchun, yetuk inson bo'lishinglar uchun hammasini. Shu narsani biz tushunib yetishimiz kerak. Vaqtimizni behuda sarflamaslik kerak. Darsga bor e'tiborimizni qaratib, urg'uni o'qishga, ilm olishga qaratib, ota-onani ishonchini oqlab, duosini olish kerak. Ya'ni to'g'ri, hunar, kasb egasiga ham yomon kasb emas, yomon hunar emas bu. Lekin aqliy mehnat jismoniy mehnatdan osonroq. Bor kuchimizni ilmga qaratib, vaqtni behuda sarflamasdan o'qiymizmi? Ha. Malatsi. Kelganimiz yaxshi bo'pti. Endi men yana ham yaxshiroq o'qiyman. Men biz ko'ngilochar joylarga boramiz deb o'ylagan edim. Oldinlar dars qilishga sal erinardim. Endi dars qilishga ishtiyoqim yanada ko'proq oshdi. Ota-onam tushunib yetdim. Pul topish oson emas ekan. Endi bor kuchim bilan o'qiyman. Men bugun bildimki, nonni oldinman bemalol yerdim, hozir ko'rsam agar uni ham qilishi qiyin ekan, qanaqa qilib qilishi bu ham bilim ekan. Shuning uchun bugundan boshlab men 2 barobar ko'proq kuchimni bilimga ishlataman.